Hurmatli hoji onalar, bugungi ekskursiyamiz qanaqa bo'ldi? Fikr mulohazalaringizni aytib bersanglar. Juda ham zo'r bo'ldi. Mazza qildik. Avvalambor siz shunaqangi ham bir chiroyli qilib bizga yetkazib berdingizki. Gapiravering. Mazidli gaplaringiz ham bir ta'sirli. Menimcha siz o'zingiz ishingizga juda ham sodiqsiz. Iloyim. Xursand bo'ldik. Hayotimizdagi eng go'zal kun deb o'ylayman. Bizga prezidentimiz sovg'asi bo'ldi. 8-mart arafasida markazga borganimizda boshqa dunyoga kelib qolgandek barcha o'zimizlar siz uchun hattoki mana Toshkent shahrida ha tarafida qanaqangi ishyapti, bu tarafda qanaqangi ishyapti, bizgacha yo'qchi hattoki zilzilalargacha gapirib beringizga hammasini eshitdik. Yana shunga eng ta'sirlisi mamlakat orqali Juda ham chiroyli. Iloyim. degan barcha hozirga kiramiz. Iloyim. Yurtimiz mana shunday tinch bo'lsin, gullab yashnasin. Sizlarga katta Rahmat, salomat bo'linglar. Yana kelib turinglar. Xudo xolasa sizlarning xizmatingizga biz muntazirmiz. Mayli. Juda ham xursandman. Xudo xolasa kelinglar. Xizmatingizga tayyormiz. Umuman nafaqat Toshkent viloyati, Samarqand va Buxoro viloyatlari bo'yicha ham gid ekskursovman. Butun respublikani sizlar bilan kezmoq istagida sizlar bilan chiroyli suhbat. Yana nasib aylasin. Bo'lsin-da yana shunday chiroyli qurib, yana ham bizlarni chaqirishni chiroyli maskanlarga qursin. Surxondaryoning Otinoylarini yana shunday tashkilotini Iloyim, Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.